olmayman, mablag'im yo'q. Yordam beringlar. Oxirgi chora jigar almashtirish uchun pul kerak, mablag' kerak. Qizim ikkinchi urpa nogironi. Shunga yurtdoshlar, vatandoshlar, men To'rayev Qo'shin, Qashqadaryo viloyatining Shaxsavz tumanida yashaymiz. Qo'rontepa mahallada Yomchi qishloqda turamiz. Shu qizim To'rayev Ma'quloy 8 yildan beri jigar sirrozi bilan kasallanib, damma-dam 8 yildan beri davolanib turibdi, lekin oxirgi palajiniyada qorniga suv yig'ib, buyraklarini ham ishdan chiqarib, hozir oxirgi palajiniyada jigarni almashtirishdi. Doktorlar tavsiya etib turibdi. Shunga saxovatpesha insonlardan qayta so'rayapmiz. Zora bizga berganingizni Xudo 10 barobar to'ldirsin. Shu qizimni borib jigarni almashtirib kelaylik. 3 tagina farzandi bor. Farzandlarning rohatini ko'rsin. Ular bizga berganingizni Xudo sizga 10 barobar bajarsin. Homiylar bo'lsa, saxovatpesha insonlar bo'lsa yordam beringizlar, yordam so'raymiz sizlar. 95 kirgan qaynaz bor, eri hech joyga ishlamaydi. Taksi qiladi, boshqa iloji yo'q. Ishxona yo'q. O'zim pensiyadaman, onasi nafaqada. Akasi yo'q, o'g'il bola yo'q bizga. 5 ta singlisi bor. Hammasi qiz bola. Shuni oxirgi chora jigar almashtirish uchun pul kerak, mablag' kerak. O'zim nafaqadaman. Qizim ikkinchi urpa nogironi. Shunga yordam beringlar. Musofir yurtga yurgan qishloqdoshlarim, vatandoshlar, beringlar. 3 tagina farzandi bor, katta o'qitib ko'rib. Ikkinchi guruhda universitetda paroksir boshqa bo'lgan. Oilaviy sharoit og'ir. Ham o'tasi bilaman, lekin hech shunga chidab turolmayman, mablag'im yo'q. Yordam beringlar. Zora yaxshi kelsa, bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Yordam beringlar. 3 tagina bolasi bor farzandi. Saxovatli pesha insonlar bo'lsa yordam beringlar. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin doim. Hurmatli qishloqdoshlar, nimalar vatandoshlar, yordam bering, shu qizimni asrab qolaylik. Ona necha yildan beri kasal? Ona 8 yildan beri yordam beringlar. Ayamani yaxshi ko'rsin. Bizdan qaytib Xudodan qaytsin. Yordam beringlar. Hozir asal Ma'quloy opa, hozir qanchadan beri endi davolanib kelyapsiz? 6 oyga davolanaydim. Hozir 3 oyga tushdi. Endi hozir har oyga borishim kerak. Har oy borishim uchun $1000 pul ketadi. 10 kun yotib kelishim kerak. Dorilar juda qimmat. Endi oxirgi nimasi Hindistonga operatsiya qilish kerak deb aytib turibdi. Hozir laboratoriya tekshiruvlari hammasi o'tdi. Hammasi o'tdi. Qiz qog'ozni ko'rsatdi. Ular o'sha viruslarning soni, Viruslar soni haqidagi fibroskan. tushunadigan odamlar tushunishadi, mana shuni. Bu yerda endi nima xulosa aytishyapti doktorlar? Hozir endi qoringa, mana bu virusga ham qoringa suv bor, tezda suv yig'apti. Bu viruskaga aytilishi bo'yicha Asli o'sha suv yig'apti. Jigarda ma'lum bir miqdori hozir ishlab turibdi, qolgani bari ishlamayapti-da.
ishlamay. Qol, yuragim ham ishlamay qoldi. O'zi yaqinga yurak uchun davolanib keldi. Boshqa omillarga ta'sir bo'lyapti. Ta'siri bo'lyapti. O'zingni oxirgi chora almashtirish kerak. Hindistonga borib jigar ko'chirish operatsiyasini o'tkazish kerak. Unga qancha mablag' kerak bo'lyapti? $40,000 kerak bo'ladi. Bizga uncha pul yo'q. Hamma narsani sotsak ham uncha pul chiqmaydi. Saxovat pesha insonlar yordam qilinglar. 3 tagina farzand qiynalib qolgan. Ro'yxatini ko'ray. Iltimos yordam qilinglar. Biza maktabda Xudodan qaytsin. Bizga berganlaringiz Xudo uni parvar qilib o'ldirsin. Mana aziz yurtdoshlar, Saxovat pesha insonlar videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, mana hozir karta qo'yamiz. Bu kartalarni egalarini tanishtirib o'taman. Haqiqatan ham bu kartalar bu kishilarniki. Karta kimniki demamiz bu karta to'g'ri? Jiyanimizniki. Mana shu o'g'ilniki. Husanov Mirkomil. Husanov Mirkomil. Rossiya Sber kartasi. Sber kartasi berdi. Sizlarga berib turibdi, ishlatasizlar. Bunisi-chi? Bunisi Husanova Hilolaniki, qizimniki, shuni singlisniki. Bag yo'li karta. Bag yo'li karta. Mana shu nomerdan agar Saxovat pesha insonlar bo'lsa shu nomerga pul tashlashni qo'yadi. Mana shu kartalar haqiqatan ham sizlar o'zlaringizniki. Shunga tashlagan pul bilan nasib bo'lsa davolanishda mo'ljal qilyapsizlar. Mayli, Xudo shifosini bersin. Saxovat pesha insonlar yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rab yordam kutib qolamiz. Safarlaringiz bexatar bo'lsin, ishlaringiz omadini bersin. Bizga birini bilsangiz sizga mingini bersin iloyim. Hamisha shu qizimjon sog'ayib kelsa sizga duo qilamiz. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Qadrli insonlar, hurmatli O'zbekistonliklar, musofir yurgan musofirlar, yordam qilingizlar, yordam. Subhanahu va taolo Qur'oni Karimda narigi dunyoga o'tib ketgan insonlarni bu dunyoga qaytib keladigan bo'lsa, nimani so'rashligini Qur'oni Karimda Alloh taolo aytayapti. O'lgan inson bu dunyoga qaytib kelsa aytar ekan: "Qala robbi irji'uni la'alli a'malu solihan fima tarakt." Ey Robbim, meni dunyoga qaytar der ekan. O'lgan inson Alloh subhanahu va taolodan meni mana bu dunyoga qaytargin ey Robbim deb so'rar ekan. La'alli a'malu solihan fima tarakt. Dunyoda tark qilgan solih amallarimni qaytadan borib, dunyoda mana shu solih amallarimni qilsam, fa as-saddaqa, birinchi aytadigani sadaqa qilsam deydi ekan. Narigi dunyodagi inson mana bu dunyoga qaytib keladigan bo'lsa, qiladigan ishini ham aytayapti Alloh taologa. Agar deyapti, ey Robbim, agar meni dunyoga qaytarsang, yer yuzidagi hayotga qaytib keladigan bo'lsam, la'alli a'malu solihan fima taraktu fa as-saddaqa, dunyoga kelib men sadaqa qilgan bo'lardim, pullarimdan ehson qilgan bo'lardim deb aytar ekan. O'ylamaylikki, ba'zi paytda ko'proq ehson qilib qo'yapman. Ana masalan sherigimiz ehson qilmayapti. Men ehson qilyapman deb o'ylamaylik. Sherigimizni qabri boshqa. Bizning qabrimiz boshqa. Bizning kitobimiz boshqa, uni kitobi boshqa. Har bir odamning kitobi qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo iqro kitobak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba degan oyatni tushirdi. Ey bandam, o'zingni hisob kitob qilib olishingga kifoya qiladigan, yetadigan qo'lingdagi kitobingni o'qi degan oyat bor ekan. Har bir insonning kitobi o'zini qo'lida. Hamma o'zini kitobini o'qiydi.